Dasturimiz davom etadi. Samarqandda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan o'tkazilgan reyd davomida yosh yigit spirtli ichimlik ichib mashina boshqargani aniqlandi. Uning bu xatti-harakatiga sudda qonuniy baho berildi. Samarqandda 20 yoshli yigit mast holatda avtomashina boshqarib o'rtog'ini sayr qildirdi. Yigitcha shaharning Rudaki ko'chasida tungi soat 2larda o'zining boshqaruvida bo'lgan Spark avtomashinasi katta tezlikda harakatlangan. Tungi reydga jalb qilingan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchini to'xtatib, hujjatlarini ko'zdan kechirganida u mast holatda rul boshqaruviga o'tirganligi fosh bo'lgan. Soat 1dan o'tganida bitta jo'ram bilan o'tirgandi. Klubda pivo ichdik. Keyin shu mashinani haydab keldimda, kelayotganda yo'l patrul xizmati xodimlari ushladi reyd paytida. Mashina bitta akamga tegishli. Vikubga olganmanda u mashinani. Menga davrni siqib berganlar. O'zimga xon qo'langan maydon qabilida ish tutib, qonunlarni mensimagan haydovchiga nisbatan yo'l posbonlari ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumonlanib, Alkostop moslamasi orqali tibbiy ko'rikdan o'tkazganda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilib, ushbu transport vositasini o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda boshqarib yurganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash jarayonchasiga maxsus evakuator yordamida yuborilmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida tungi avtomashinani mast holatda boshqargan yigitga nisbatan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. O'zim boshqarayotganim, yonimda jo'ram bor edi. Soat nechida? Soat 2dan o'tgan. Mast holatdamisiz? Ha. Sudda so'roq qilingan haydovchi o'sha kuni kechki vaqtda do'stlari bilan ovqatlanganligini, spirtli ichimlik iste'mol qilib, so'ng yo'lga chiqqanligini tan oldi. Sizniki me'yordan ancha yuqori. Ko'p ichganmisiz? Faqat pivo ichganimda, aroq bunaqa narsalar emas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 131-moddasi yangi tahrirda bayon etilib, buning modda sanksiyasi og'irlashtirildi. Ya'ni o'sha shaxsning alkogolli ichimlikdan mast holda transport vositasini boshqarganligi uchun transport vositalarini boshqarish huquqidan 3 yil muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi degan yangi tahrirda bayon etilgan. Sudda raislik qilgan tergov sudyasi Muzrob Bahriyev haydovchining qilmishlariga qonuniy baho berdi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 131-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga ushbu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari, ya'ni 15 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlanib, 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilsin. Endi haydovchi 3 yil ichida shu turdagi qoidabuzarlikni takror sodir qilsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shaxs alkogolli ichimlikdan mast holda yoki giyohvandlik yoki psixotrop moddalardan mast holda transport vositasini boshqarganlik uchun ma'muriy jazo tortilgandan so'ng xuddi shunday takroran sodir etgan taqdirda ushbu harakatlar uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, yangi modda kiritildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.